Problemimizga to'xtalishni boshladik. 106-misoldan boshlaymiz yechimlarni. Bismillah. Xo'p, berilishi ko'rib turibsiz. 1 taqsim plus 1 taqsim bo'lingan 1 taqsim 199 minus 1 taqsim 200. Xo'p, demak buni yechishda albatta umumiy mahraj ko'ramiz. Umumiy mahraj necha ekan deb o'tirmang. 199 ko'payiga 200 qoladi. Demak bunga 200 bo'lingan 200 minus 199 200. Xo'p, demak tepani qo'shib olsangiz 399 taqsim natijasi kerak emas bizga hozir. O'rnini almashtiramiz. 99 ko'payiga 200 taqsim 1. Bular bu qisqarib ketsa javobimiz nima chiqadi? 399 degan javob chiqadi. 107-misol. Xo'p, misolni berilishi 1,20 dan 3 plus 2,12 dan 5 ko'paytiramiz 120. Xo'p, demak buni yechish uchun birinchi ish qavusni ishlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak birinchi ishimiz 20 bilan 12 ga 60 ko'ramiz umumiy mahraj 5 ta. Demak 1,60 dan 9 plus 2,60 dan 25. Endi 3,60 dan 34 bo'ladi. Endi ikkinchi ishimiz 3,60 dan 34 ni 120 ga ko'paytirishimiz kerak. Hisoblasam 60 dan 180 214 ko'paytiramiz 120. Bu bilan bu qisqarib ketayotgan bo'lsa, unga 2 ta, unga 1 ta ko'paytirsam 418 degan javob chiqadi. Xo'p, 108-misolimiz 108 10 taqsim 16 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 17 taqsim 4 bo'lingan 17 qo'shilgan 3,4 dan 3 bo'lingan 5 taqsim 6. Demak birinchi ishimiz bu, ikkinchi ishimiz bu, uchinchi ishimiz bu, to'rtinchi ishimiz hammasi qo'shishlari. Demak birinchi ishimiz 17 taqsim 4 bo'lingan 17. Bunimiz teng 17 taqsim 4 ko'paygan 1 taqsim 17. Bu bilan bu qisqarib ketsa 1 taqsim 4. Ikkinchi ishimiz 3 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 4 hisoblasam 3 taqsim 8, to'g'rimi? Ko'paytirishda qisqarmagandan keyin shunday qilamiz. Uchinchi ish 3,4 dan 3 bo'lamiz 5 taqsim 6. Demak buni nima ish qilamiz? 4 dan 12 ga 15 mi? Ko'paytiruv 6 taqsim 5. Bular bu qisqarib ketsa 3 ta, bular bu qisqarib ketsa 2 ta, 3 ta. Demak 9 taqsim 2. Endigi ishimiz hammasini nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. To'rtinchi ishimiz. Xo'p, 10 taqsim 16 berilganmi bu yerda? Ikkovini ham 2 ga qisqartirib yuborsam 5 taqsim 8 plus ikkinchi ishda chiqqan natijamiz 3 taqsim 8 plus 9 taqsim 2 ni 4,2 dan 1 qilib yozib olsam, bunga buni qo'shib yuborsam 8 taqsim 8 bo'ladi, to'g'rimi? Plus 4,2 dan 1. E'tibor bersangiz bu 1 degani 4,2 dan 1 necha chiqadi? 5,2 dan 1 degan javobimiz kelib chiqadi. Javobimiz.
Hop, 109 misolimiz. 109. 109da qanaqangi? 14 taqsim 15 plus 5 taqsim 2 plus 3 taqsim 10. Hop, ko'paytirilgan 8 taqsim 7 ko'paytirilgan 3 taqsim 4 qo'shilgan 1 taqsim 2 deb ketaveradi, 5 taqsim 10 ni qisqartirib yubordimda 109-misol. Demak, birinchi ishimiz bu, ikkinchi ishimiz mana ko'paytirishlar mana, uchinchi ishimiz qo'shish. Demak, birinchi ishni bajaryapmiz. Buni 30 umumiy mahraj ko'rsam, bunga 2 ta, bunga 15 ta, bunga 3 ta. Demak, 28 taqsim 30 plus 75 taqsim 30 plus 9 taqsim 30. Hammasini hisoblasam 30 dan hop qo'shib yuborsam 90, 98, 103, 112 ekan. 112. Hop. Endi ikkinchi ishimiz. Hop, 2 ga qisqartirib yuborayotgan bo'lsam agar bularni 56 taqsim 15 ko'paytiramiz. 8 taqsim 7 ko'paytiramiz. 3 taqsim 4. Qarayapman, qisqarayotganlar bormi? Bular qisqaradi. Bittayu 8 ta. Bular qisqaradi. 5 tayu bitta. Endi 8 bilan 4 ham qisqarib ketayotgan bo'lsa, bittayu 2 ta. Ko'paytirib yuborsam ne chiqyapti? 16 degan javob chiqyapti. Endigi ishimiz, uchinchi ishimiz 16 ga qo'shishimiz kerak. 1 taqsim 2 ni qo'shib yuborsam ular 16 butun 2 dan 1 degan javobimiz kelib chiqadi. 109-misolimiz shu. Xo'p, 110-misol. 110-misolimiz 3 taqsim 4 bo'lingan 5 taqsim 6 qo'shilgan 2 butun 2 dan 1 ko'paygan 2 taqsim 5 ayrilgan 1 bo'lingan 1 butun 9 dan 1. Xo'p, demak, yechish uchun buni nima ish qilamiz? Birinchi ishimiz. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish qo'shish ayirish. Xo'p, 3 taqsim 4 ko'paytirilgan olib ketaveryapman. Bular 6 taqsim 5. Qisqarib ketsa 2 tayu 3 ta 9 taqsim 10 chiqyapti. Ikkinchi ishimiz. Birovlar aralash kasrga aylantirsam 2 dan 5 ko'payib, noto'g'riga aylantiryapman. 2 dan 5. Bular qisqarib ketayotgan bo'lsa, bular ham qisqarib ketayotgan bo'lsa 1 degan javob qoladi. Uchinchi ish. 1 bo'lingan 9 dan 10 qolyapmanda, 1 ko'paytiruv 9 taqsim 10 bo'lyapti. Javobingiz 9 taqsim 10 chiqyapti. Endi to'rtinchi ishimiz, hammasini qo'shishimiz kerak. 9 taqsim 10 plus 1 plus 9 taqsim 10 hisoblasam, hop, bunga 10 ta umumiy mahraj bersam 18 va 28 taqsim 10. 2 ga qisqartirib yuborsam 14 taqsim 5. Bu degani 2 butun 5 dan 4 degan javob chiqadi. Hop, 111-misol. 111. Hop, 2 taqsim 15 plus 1 butun 12 dan 7 ko'paytiruv 30 butun 103 ayruv 2 butun bo'lamiz 2 butun 4 dan 1 ko'paytiramiz 932. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish, beshinchi ish. Birinchi ishimiz 2 taqsim 15 plus 1 butun 12 dan 7 umumiy mahraj 60. Bunga 4 ta, bunga 5 ta. Demak, 8 taqsim 60 plus 1 butun 60 dan 35 hisoblasam 1 butun 60 dan 43 chiqadi. Endi ikkinchi ishimiz. Hop, 1 butun 60 dan 43 ko'paytiramiz 30 taqsim 103. Oldin noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz.
60'dan 100'ü 3 ko'paytiramiz. 103'ü 30. Hop, bu bilan bu qisqaga ketsa 2 tayi bitta, bu bilan bu qisqaga ketsa 1 tayi bitta. Demak 1 taqsim 2 chiqdi. Hop, endi uchinchi ishimiz. Uchinchi ishimiz ko'rib turibsiz. 2 bo'lingan 2/4dan 1. Demak 2 bo'lingan 4dan 9. 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 9. Bu degani 8 taqsim 9 ga teng. Hop, endi buni to'rtinchi ishimizda 8 taqsim 9 ko'paytirilgan 9 taqsim 32. Bu bilan bu qisqarsa bitta 4ta, qisqaga ketsa bitta bitta, demak 1 taqsim 4 chiqdi. Endi 5-chi ishimiz ayirishimiz kerak. Ya'ni ikkinchi ishdan chiqqanda buni. Ya'ni 1 taqsim 2 ayiruv 1 taqsim 4 ayiraversam 1 taqsim 4 degan javob chiqadi. Umumiy mahraj bersangiz bunga ikkita, bunga bitta, endi maydalashni kerak. Tushunib olingizchi. Xo'sh. 112-chi misolimiz. 112. 4 ko'paytiruv degan joyi ham bor ekan. 17 taqsim 5 ayruv 47 taqsim 40 qo'shilgan 12/2dan 1 bo'lingan 6/4dan 1 qo'shilgan 3. Demak, birinchi ishimiz, ikkinchi ishimiz 3, to'rtinchi ishimizga hammasini qo'shish. Birinchi ishimiz. Hop, 17 taqsim 5 minus 47 taqsim 40. Bu mahraj 40, bunga 8 dan bunga bitta, 8 ga ko'paytirsam 80 56 136 taqsim 40 minus 47 taqsim 40. Demak, ayirvorsam 49 40. Buni ayirsam 96 89. Hop. 4 ko'paygan 89 taqsim 40. 40 bilan 4 qisqaga ketsa bitta 10. 89 taqsim 10. Uchinchi ishimiz 12/2dan 1 bo'lingan 6/4dan 1. Demak, buni nima qilamiz? 24/25 bo'lingan 4/25. 25 taqsim 2 ko'paytiruv 4 taqsim 25. Bu bilan bu qisqarib, bu bilan bu qisqaga ketsa 2. Javob nima qolyapti? 2 qolyapti. Endi to'rtinchi ishimiz. Hop, 8/10dan 9. Mana bu narsamiz u. 8/10dan 9 qo'shaman 2 qo'shaman oxirida 3 ham bor edi, to'g'rimi? 3 13/10dan 9 degan javob chiqadi. 13-chi misolimiz. 13-chi misolimizda 1 plus 2dan 1 bo'lingan 2/3dan 2 qo'shilgan 1/6dan 5 taqsim 2/10dan 7 1/5dan 2 ko'paygan 1/2dan 1 qolgan 1/13dan 6. İkinci işimiz 2/3dan 2 qo'shamiz 1/6dan 5. Nima qilamiz? Umumiy mahraj 2 bitta 3/6dan 9. To'g'ri? Bu degan 4/6dan 3 degan. Buni ham yana qisqartirib olsak bo'laveradi. Endi uchinchi ishimiz 3 taqsim 2 bo'lamiz 4/2dan 1. Buni qisqartirib 2dan 1 qilib demak 3 taqsim 2 bo'lamiz 2dan 9. 3
yukarı ketadi. 1 taqsim 3 qoladi. Endi 4-nji işimiz. 4-nji işde 2,7 minus 1,5'te 2. Oy mahraj 10 minge 2 minge bitti. 2,7 ayrı 1,4 ayırırsam 1,3. 5-nji işimiz 1,2'den bölüp 3'te 6. Oy mahraj 26 minge 3'te minge 2'te. 1,26'dan 3 minus 1,26'dan 12. Ayrırsam 1 taqsim 26. Endi 6-njy işimiz